Bugun sizlarga ko'rsatadigan bu domimiz Novostroyka bo'ladi. Mebel texnikalari bilan tayyor bitgan 4-etajda 80 kvadratli, 5-etajda 95 kvadratli domimiz bozorchilik uchun zo'r yopiq hudud bo'ladi. Bu tarafimiz Abu Sahiy Izza bozori bo'ladi. Bu tarafimiz esa O'rizor bozori bo'ladi. Uchtepa tumaniga kiradi. Sotiladi yo'q domimiz dedim. E'tibor bersanglar, sotiladi ilib qo'yilganlar yo'q. Xo'p, 4-etaj 3 xonali bo'ladi. Bunisi birinchi xonamiz bo'ladi. Bunisi oshxonamiz bo'ladi. Birinchi xonani xohlasanglar kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'laver ekan, sal kichikroq ekan. Bu ikkinchi xonamiz, bu yotoqxona bo'ladi. Bitta yana bitta xonamiz bo'ladi. Endi bu xonalarga bo'linganda umumiy maydoni 80 kvadrat bo'ladi. Ikkita razdelniy sanuzelimiz bo'ladi. Hop, domimizning narxi bo'ladigan bo'lsak 95 ming mebel texnikalari bilan birga bo'ladi. Bu 5-etajligiga chiqdik. Bunisini ham ko'rib turibsizlar. 5-etajlisi 95 kvadratli bo'ladi. Bitta tushuntiramiz. Oppoqqina remontdan chiqqan bu yerda oshxonamiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bolalar uchun yotoqxona qilib foydalansak bo'lar ekan. Keyingi xonamizni o'zingiz uchun, yosh kattalar uchun yotoqxona qilsak bo'lar ekan. Bu tarafimizda mehmonlar kutib olish uchun mehmonxonasi ham bor ekan. Narxiga lekin zo'r rosa so'rab surishtirganmiz. Razdelni yana ikkita sanuzeli bo'ladi, yonma-yon bo'ladi. Bunisini narxi 114 ming so'ralyapti. Bunisi 95 kvadrat bo'ladi. Yaqinlay jo'natib qo'ying.